بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Meni o'ylamcha ularni kun sayin duolar kerak, kun sayin namoz o'qigan sayin ularni esga tushirish kerak, duolar kerak. Bu endi ul просто символичный deb aytganda ul tegi olay bir kun berganda shunchakda shu bilan Allohga bar deb bo'lmay, ul bizning kundalik bag'iz vazifasi. Chunki biz ularning davomi, ular bo'lmasa biz bo'lmasak, bizning gilimiz bo'lmasa ular shunga ko'ra bizning burish tegi bu просто символически, но реально становый шайында действительно mana biz undirkunda ko'chalar grafikni, то есть kalendarni tegi vaqt aylanishmicha dirish ana ko'ra. Shunga ko'ra endi ul mana shu voqeadan olib so'ransang 3 kunga oldin kelib chiqar ham shu bilan bugun 12 oktyabr kuni to'g'ri keladi fan bo'yicha. Men inshaalloh u ishni borg'ajinam onda kishi ko'proq boshlangan inshaalloh. No bunda birini qo'shib bo'lgan ish tugul. Bu naskолько tegi nishatiminda ma'nasi kichkina onun uchun hali suv ko'tarib turasi yo'q. Faqat bizning bunda oz. Mana shuncha oz. Biz bunda oz. Onda da biz oz bo'lamiz. 200 kishi bo'lamiz oz. Mana ilgari bir necha 10 yillik bishar ular ming kishi yiladi. Mana bugun kunda shu qoldik. Mana shunisi boshlanadi.